Assalomu alaykum kanalimiz obunachiları. Bugungi rolikimizda sotuvga qo'yilgan 300 kvadrat metrli 2 qavatli hovli joy bilan tanishib o'tamiz. Hovli joyimiz Xiva yo'lda, Xiva quruqdan sal o'tgan yerda, shuda sentralniy yo'ldan ozgina bir 100 metr girgan yerda sotuvga qo'yilgan 2 etaj joyimiz bilan birgalikda tanishib o'tamiz. Ko'rib turganimizdek, joyimizni oldingi qismi Toshkentskiy stilda solingan. Eldalari o'zini addinda stechkalari qo'yilgan. Bu yerda bir mashina kirib chiqadigan darvoza qo'yilgan ekan. Birinchi girish qismimiz, yana girgandan beri bir mashina bemalol sig'adigan joyimiz bor. Chap tarafda zeleniy zona atilgan, yozda o'tirish uchun bu yerda topchan zo'tilgan ekan, navislari qilingan. Paxsalari baland qilingan. Gaz, svet, suvdan muammo yo'q. Lekin eminli bu yerda hozir skvajinda ulangan ekan. Birinchi etajda aynalarimiz, rishotkalari qo'yilgan. Plastik ayna ramlar qo'yilgan ekan. Uyning ichi bilan tanishib o'tadigan bo'lsak, bu yer ham yaxshi odam sig'adigan katta topchan qilingan ekan shuni. Uyning ichine girishimizdan shunday bizda dolan joylashgan. Uyimiz shpaklovkadan chiqib turibdi. Girganning o'ng tarafda bir avtomatlar qo'yilgan ekan. Bu yerda esa rakovina devarakinda kafelari bilan qo'yilgan. Pollarimiz laklanib turibdi. Bu yerda ikkinchi qavatga chiqarish zinani tiyinda. Shundan bir mayda chuda qo'yish uchun joy ajratilgan ekan. Baland pol qilingan. Dalanimiz o'tiradigan qismi. Devaraklarini yana taxtalardan zavor etib zo'tilgan rishotka. Bu yerda birinchi zalimiz joylashgan. Eshiklari yaxshi eshiklar qo'yilgan. Bu yerda registrimiz joylashgan. Zalimizga girsak, zalimiz 440 620 razmerda ekan. 2 dona ayna uyning oldi qismiga qaragan. 2 dona registr aynani tiyinda qo'yilgan. Lyustralar ham yaxshisidan qo'yilgan ekan. Uyimiz baland etilgan. Uyda hamma narsa ikki tillarda ekan, hech narsa qolmaydi. Bir dona konditsionerimiz bor. Konditsioner 18 lik konditsioner qoladi ekan. Birinchi qavatimiz plita bilan bostirilgan, ikkinchi qavatimiz og'och bilan, ayrim joylari strapel bilan solingan. Bu yerda bir spalni. Bu spalnimiz kichkina spalni, 440 4 metr razmerda tushgan. Bir ayna dalani koridorga qaragan. Dalanning koridoridan xonalari geng tushgan ekan. Bu yerda esa birinchi qavatdagi tualet vannamiz sanajil ukolog vannalar qo'yilgan, polni alam bo'yidan baland rakat kafel qilingan ekan. 80 litrlik royal qo'yilgan. Rakovinamiz bor, unitazimiz bor, bir dona portishka bor. Bu yerda kacholimiz sirkulyatsiyan nasos bilan qo'yilgan ekan. Vannani o'zi shunchalik keng tushgan. Bu yerda esa o'ng tarafda yana bir spalnimiz joylashgan. Bu spalnimizni razmeri kattaroq tushgan. 440 6 metrlar chiqib boradi. Bir dona oyna, uyning orqa tarafida kichkina joy qolgan, shunga qarab tushgan. Shpaklovkadan chiqib turibdi. Fona ya oboya tayyor turibdi joyimiz. Bu yerda yana bir dona konditsioner qoladi deb aytildi.
18'lik inverterli, yaxshi alternativ, yaxshi konditsionerlarni. Bu yerda esa kuxnyamiz joylashgan. Kuxnyamiz ham ko'rib turganimizdek yana keng tushgan. 4x40 ga 6x40 razmerda tushgan ekan. Kuxnyada bir dona oyna uyning orqa tarafidan qaragan. Uyning orqasida esa kichkina bir kir sargining joyimiz bor. Steshkasi qolmagan ozgina. Birinchi qavat bilan donishib o'tdik. Ikkinchi qavat bilan donishib chiqsak, zinalar ham yaxshi tuzatilgan. Lokdan chiqib turibdi. Lekin medina ortiqcha jiqirdan yo'q ekan. Yaxshi ustalar o'ttirgan ekanlar. Uyimiz xom pishgan aralash solingan, ko'proq pishgandan aytib turibdilar. Ikkinchi etajga chiqqandan beri yana katta dalan. 8 metr, 6 metrdan ziyodroq bor. Ikkidan ayna uy oldidan qaragan. Berimiz yine ağaçlar bilan bastırılgan. Bir yerda bir eshik o'rnini ochib beklangan. Agar kimga kerak bo'lsa, yana eshik ochib oldindan terrasadan o'tib qo'ysa bo'ladi ekan. Ikkinchi qavatimizda bir de birinchi xona, zalning usti zal. G'olasi ozgina diklanib qolibdi. Zalning usti zal yana. İki dona ayna yöneldiğine qaragan, natijada patolog qilingan. Shpaklovkadan chiqib turibdi. Bir qator cho'nli shpaklovkada. Pollari laklangan ekan bennikan. Bu yerda esa spalnining usti yana bir spalni. Kichkina spalnimiz 4x4 razmerda. Ayna uyning yan başına açılgan. Bir yerda mana eshiklar yaxshilari qo'yilgan. Prostoy arzon qilgan eshiklar emas. Sifatlari yaxshi. Ikkinchi qavatimiz uchun sanuzel alohida. Berimizda hozir svet yo'q, qorong'i. Çaya layda turibdi. Lekin suvlari, kanalizatsiyalari, tochkalari hamma narsa kelib turibdi. Sanuzel alohida ikkinchi qavat uchun. Xo'p, bu yerda keyin yana ikki dona xonamiz bor ikkinchi qavatda. Yana bir katta spalni. İki dona ayna uyning orqa tarafına qaragan. Strapil bilan bastırılgan ekan bu qismimiz. Yana ise eldimizdagi orqa tarafdagi uylar, ya'ni shularning uy eldi qismi qiva yo'lga qarab turibdi. Yo'l atam yaqin. Marshrutkadan muammo yo'q. Bu yerda koridorning to'rida yana bir ayna uyning orqa tarafına qaragan. Bu yerda esa yana kuxnyamizning usti. Yana bir zal desek ham bo'ladi, katta spalni desek ham bo'ladi. 4x40 ga 6x40 razmerda tushgan. İki dona ayna tushgan bu xonamizda. Dimoxotlari bor har bir xonada. Bu yerda mana lokdan chiqib turibdi bo'lganimiz. Xo'p, uyimizning asosiy ma'lumotlari bilan tanishib o'tdik. Pulga keladigan bo'lsak, 1 milliard 330 milyon aytib turibdilar. Kimga qiziq bo'lsa, kimgadir yoqqan bo'lsa, bemalol telefon urib kelib ko'rishlaringiz mumkin. Ustida kelishlardan yeri bor. E'tiborlaringiz uchun rahmat.
Keyingi roliklarda görüşguncha sog' salomat bo'linglar.